Отделimda 6 ta chiroyli сотрудникларым bor edi. Shularga konfetnitsiyaga solib, jahli chiqqanda yeb yurish uchun mana shunaqa konfetlar sotib olgan edim, lekin ularga nasib qilmagan ekan. Qaranglar, kattaligini. Sizlar bilan hozir ochib obzor qilib ko'ramiz. Ichida 6 xil bor ekan. Xitoyda ishlab chiqarilgan deb yozilgan, Guangzhou deb adresi bor ekan va lekin inglizcha faqat ruscha yozilgan. Значит, faqat shu rынок uchun qilingan bo'lsa kerak. Menga qiziq bo'lgani, hammasi kofeli. Har xil kofeli, latte, kakanut, latte, espresso flower, vanilla flower, hazelnut и yogurt, limon. Hammasi kofeli, konfetiklar. Bunaqa qimmat emas, lekin juda ham katta va kichkina. Hozirlik ham ko'rsataman. Prям anaqa qo'yib qo'yasizlar-yu, qaranglar. Voy. Har xil. Endi sizlar bilan ochib ko'ramiz. Yeb ko'raman. Kichkinaligini qaranglar buni. Yeb ko'raman. Bismillahirrohmanirrohim. Keyin ichida har bittasini tagida karishchidim. Xitoycha yozilgan ekan. Voy, ham qaranglar, kichkinaligini xuddi kofe zyornishkaga o'xshaydi. Bismillahirrohmanirrohim. Shunday yeb ketaverdim. Qop-qoragina. Prям kofening mazasi shunday kelib yotibdi. Вообще. Men hozir bu esa hazelnut. Hozir shuni yeb ko'ramiz. Ko'pga yetar ekan, ekonomli variant. Опять. Buni, kстати, Bimdan olganman. Xohlasanglar, sizlar ham borib olsanglar bo'ladi. Shunaqa reklama emas, bu ham zyornishka ekan. Qaranglar. Kichkina. Kichkina. Bismillahirrohmanirrohim. Mazasi va hazelnutda ozgina mazasi kelyapti, lekin bir-biriga o'xshab ketyapti. Zyornishkali va hammasiniki почти что bir xil. Kofeni juda ham sevadiganlar uchun mana konfetlari ham chiqibdi. Bemalol sizlar ham proba qilib ko'rsanglar bo'ladi. Agar shunaqa interesli narsalar sizlarga ham qiziq bo'lsa, albatta menga obuna bo'lib, bu videoni o'rtog'ingizga jo'natib qo'ying.